Fidoyilik fosh etgan jinoyat. Tun. Qishloq ko'chalariga sukunat cho'kadi. Chiroqlar birma-bir o'chadi. Xonadonlarda osoyishtalik hukm suradi. Ammo barcha uxlayotgan pallada ham bedor insonlar bor. Ular ichki ishlar organlari xodimlaridir. Ular uchun tun va kun tushunchasi yo'q. Chunki jamiyat tinchligi, fuqarolar xavfsizligi ularning zimmasida. Aynan shunday mas'uliyatli xizmat tufayli Jizzax viloyatining G'allorol tumanida sodir etilgan bir qator o'g'irlik jinoyatlari qisqa muddatlarda fosh etildi. Joriy yilning 22-yanvar kuniga o'tar kechasi Baxt mahallasida yashovchi 42 yoshli fuqaro 112 xizmatiga murojaat qildi. Uning ovozida xavotir bor edi. Hovlisidagi og'ilxonadan bir bosh qo'y o'g'irlab ketilgan. Bir qarashda oddiy holatdek tuyulgan bu voqea aslida bir nechta jinoyatlar zanjirining boshlanishi bo'lib chiqdi. Murojaat tushishi bilanoq ichki ishlar organlari xodimlari zudlik bilan hodisa joyiga yetib bordi. Har bir iz, har bir dalil sinchiklab o'rganildi. Tezkor qidiruv tadbirlari boshlandi. Ko'p o'tmay ushbu jinoyat ortida yoshlardan iborat jinoiy guruh turgani aniqlandi. E'tiborli jihat shundaki, guruh a'zolari 2003-2005 yillarda tug'ilgan, ya'ni hayotda o'z yo'lini topishi, bilim olib, kasb-hunar o'rganishi lozim bo'lgan yoshlar edi. Afsuski, ular to'g'ri yo'lni emas, oson va noqonuniy daromad topish yo'lini tanlagan. Samarqand mahallasida yashovchi 2005-yilda tug'ilgan yigit guruhga boshchilik qilgan. U bilan birga olimlar, Alamli va G'afur G'ulom mahallalarida yashovchi yana 4 nafar yoshlar til biriktirib harakat qilgan. Tergov jarayonlari chuqurlashgani sayin yangi holatlar ochila boshladi. Ma'lum bo'lishicha, bu ularning ilk jinoyati emas edi. O'tgan yil dekabr oyida ular Ko'kbuloq mahallasidagi qo'radan 2 bosh qo'yni o'g'irlab, ularni tumanning Sarbozor mahallasida istiqomat qiluvchi choyxona egasiga 4.400.000 so'mga sotib yuborishgan. Lekin jinoyat izsiz qolmaydi. 2026-yil 6-fevral kuni G'allorol tuman Lalmukor mahallasida yashovchi fuqaro tuman IIB boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, arizasida 2026-yil 4-aprel kunidan 5-aprel kuniga o'tar kechasi yashash xonadoni og'ilxonasida bo'lgan 3 bosh qo'ylari noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilganligini ma'lum qilgan. Ushbu holat yuzasidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida mazkur o'g'irlikni G'allorol tuman Lalmukor mahallasida yashovchi 6 nafar shaxslar tomonidan sodir qilganligi aniqlangan. Shu yilning 31-yanvar kuniga o'tar kechasi esa guruh tashkilotchisi yana bir noqonuniy harakatga qo'l urdi. Aniqrog'i, G'afur G'ulom mahallasida joylashgan ovqatlanish shoxobchasiga ovqatlanish maqsadida kelgan olimlar mahallasida yashovchi ayolning mobil telefon apparati o'g'irlandi. Uni jinoiy guruh a'zolariga mehmondorchilik qilib berish evaziga boshqa bir restoran egasiga sotib yuborgan. Manfaat ortidan qilingan bu harakat inson ishonchiga qilingan xiyonat edi. Ushbu holatni fosh etishda ichki ishlar organlari xodimlarining fidoyiligi alohida e'tirofga loyiq. Chunki olib borilgan tezkor tadbirlar, kuzatuv va tahlillar natijasida o'g'irlangan telefon topilib, egasiga qaytarildi. Bu esa har bir murojaat e'tiborsiz qolmasligini yana bir bor isbotladi. Fevral oyi boshida esa jinoiy guruh yana faollashdi. Xususan, ular 5-fevral kuniga o'tar kechasi Cho'lloq qishlog'idagi qo'radan yana bir bosh qo'y o'g'irlab ketishdi. Ammo bu safar ham ularning harakatlari uzoqqa bormadi. Ichki ishlar organlari xodimlarining tunu kun olib borgan izchil va samarali harakatlari natijasida jinoiy guruhning barcha a'zolari fosh etildi. O'g'irlangan mol-mulklar daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirildi. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi V, G bandlari bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov harakatlari natijasida gumonlanuvchilar boshqa holatlarda ham o'g'irlik jinoyatini sodir qilganligi aniqlangan. Shundan so'ng jinoyat ishi 169-moddasi 2-qismi V, G bandlaridan 169-moddasi 3-qismi A bandiga qayta malakalangan va gumonlanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan.
Mazkur holatlar yana bir muhim ijtimoiy muammoga, yoshlar tarbiyasi va ularning hayotda to'g'ri yo'l tanlashi masalasiga ham alohida e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatadi. Chunki bu yoshlar bilim olish, kasb-hunar egallash va jamiyatda munosib o'rin topish o'rniga yengil daromad ilinjida jinoyat yo'liga kirib ketgan. Biroq eng muhim xulosa shuki, jinoyat qanchalik yashirilmasin, baribir ochiladi. Qonun ustuvor bo'lgan jamiyatda hech bir qonunbuzarlik jazosiz qolmaydi. Shundan so'ng jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari yakunlanib, jinoyat ishi tegishli tartibda ko'rib chiqishlik uchun sud organlariga yuborilgan. Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va viloyat prokuraturasi tashabbusi bilan G'allaorol tumanida mazkur qonunbuzarlik keng jamoatchilik ishtirokida muhokama qilindi. Yig'ilishda jinoyat sodir etilishining sabab va omillari tahlil qilindi. Qo'y o'g'irligi holati misolida yoshlar orasida nazorat va tarbiya ishlarida ayrim kamchiliklar mavjudligi qayd etildi. Shu munosabat bilan yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni bandlikka jalb qilish va profilaktik ishlarni kuchaytirish bo'yicha vazifalar belgilab berildi. Shuningdek, mahalla yettiligi profilaktik inspektor va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, mahallalarda xavfsiz muhit yaratish bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Bundan tashqari, tuman hududida kriminogen vaziyatni barqaror saqlash va jinoyatchilikning oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurashishda barcha mutasaddi idoralar va jamoatchilikning hamkorligini yanada kuchaytirish bo'yicha muhim vazifalar belgilab olindi. Bugungi kunda ichki ishlar organlari tomonidan jinoyatchilikka qarshi kurashish, jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash borasida olib borilayotgan tizimli ishlar o'z samarasini bermoqda. Bu yo'lda xodimlarning fidoyiligi, hushyorligi va kasbiy mahorati hal qiluvchi ahamiyatga ega. Zero tunlari bedor o'tayotgan bu insonlar bor ekan, yurtda osoyishtalik barqaror, jamiyatda adolat ustuvor bo'lib qolaveradi.